Fitr sadaqasi nima uchun beriladi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, fitr sadaqasini hayit namozigacha bersa, haqqoniy fitr sadaqasining o'rniga o'tadi. Hayit namozidan keyin bersa, sadaqatun min sadaqot, ya'ni sadaqalardan bir sadaqa bo'ladi u. Ya'ni fitr sadaqasi fitr zakotini o'rniga o'tmaydi. Bu nima uchun biz beramiz buni? Buni kim berish kerak? Hamma beradi buni. Negaki Alloh taoloni o'zi fazl aylasin, yaxshilik bersin. Hammamiz ro'za tutdik. Ro'za tutganimizda ro'zaning ichida ba'zi bir xatolar bo'ldi. Mana shu xatolarni fitr sadaqasi yuvib tashlaydi. Mana kiyimimiz bor. Kiyimimiz g'ijimlangan. Uni qanday dazmol bossak, juda go'zal holatga keladi. Demak, bugungi kunda fitr sadaqasi ro'zadagi ba'zi bir xato va kamchilik joylarini, g'ijimlangan joyni tekislaydi. Xato va kamchiliklarni to'kadi. Va to'liq holatda ro'zalarimiz qabul bo'lishligini Alloh taolo inshaalloh taqdir qiladi. Shuning uchun mana shu ro'zalarimizni 30 kun tutgan ro'zalarimizni savobini biz hayit kuni olamiz. Fitr